Tadqiqotlarga ko'ra, har 10 ta odamning bittasida dam olish aybdorlik hissini uyg'otadi. Va buning ilmiy tasdiqlangan bir nechta sabablar bor. Shulardan 4 tasini muhokama qilamiz. Birinchisi va eng oddiysi oiladagi tarbiya. Padaringga la'nat! Haliyam yotibsanmi? Agar sizga yoshligingizdan hayotda nimagadir erishish uchun tinimsiz mehnat qilish kerak, to'xtash mumkin emas, dam olish bu vaqtni isrof qilish va dangasalik belgisi sifatida singdirilgan bo'lsa, katta ehtimol bilan siz dam olishni unutib qo'yasiz. Ikkinchisi, ota-onaning shartsiz mehr muhabbati, sevgisi nimaligini tanimaslik. Meni bolam shunday o'jar. Rahmat aylanib, sen boraver. Biz o'zimiz yo'l bo'ylab orqangdan ketaveramiz. Ya'ni bunday bolalarda ota-onasining quchoqlab qo'yishi, maqtashi yoki shirin so'z aytishi uchun albatta ular nimadir foydali ish qilgan bo'lishlari kerak bo'ladi. Ya'ni bunday bolalarda shunday ustanovka miyasiga o'rnashadiki, sen foydalimisan, demak sevimlisan. Natijada ular bekor o'tirgan payti o'zini baxtsiz, ya'ni sevgiga noloyiq sifatida qabul qilishni boshlashadi. Uchinchisi bu hayot tarzi. Uxlamaylik, na dam bor, na bir bayram bor. Shu ish. Ya'ni siz yillar davomida surunkali stress ostida va tig'iz grafik asosida faoliyat yuritishga ko'nikkan bo'lsangiz, miyangiz ham tabiiyki shunga ko'nikadi. Ya'ni ko'plab muammolar, ko'plab masalalar, katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilishga odatlanib qoladi va shu kuchni sarflashni u odatiy hol sifatida qabul qiladi. Va dam olishga chiqqaningizdan keyin miya bu dam olish, ya'ni kam ma'lumot kelishi, hech qanday muammoning yo'qligini muammo sifatida talqin qilishni boshlaydi. Oxirgisi va bugungi kunda eng keng tarqalgani bu ijtimoiy tarmoqlar. Maqtanish emas u, menga direktimga даже Ronaldo yozgan. Kuniga 2000-3000 menga kamlik qiladi. 5000 bo'lsa amallasa bo'ladi. Bilamizki, Instagram, TikTok va Facebook kabi sahifalar insonlar uchun o'z hayotidagi bor yoki yo'q bo'lsa ham Instagram uchun sahnalashtirilgan go'zal lahzalar va mukammal hayot suratlari bilan to'lib toshgan. Bunday videolarni yoki rasmlarni doimo kuzatish esa odamlarda o'z hayotidan qoniqish darajasini pasaytirib yuboradi. Natijada insonlarda men hali dam olishga haqqim yo'q, men yanada ko'proq ishlashim kerak, men yanada ko'proq nimalarnidir qilishim kerak, hozir dam olsam bo'lmaydi degan fikrlash tarzi shakllanadi. Vaqtida dam olmaslik esa insonni ham ruhiy, ham jismoniy salomatligi uchun salbiy ta'sir qiladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, shunday xususiyatlarga ega bo'lgan tanishlarga yuborib qo'yamiz. Kommentariyada fikrlaringizni kutib qolamiz.